Vaqt qadri Ra'no Mo'minova bilan. Ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Bizni taklifimizni rad etmasdan, vaqt ajratib tashrif buyurganingizdan boshimiz osmon qadar yuksaldi. Bismillahirrohmanirrohim. So'zimizni boshida bu suhbat barcha uchun manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Avvalambor otalarimizni Alloh rahmat qilsin. Har doim birinchi o'ylab turadigan narsa bu biz uchun vaqt. Ertalab uyg'onganingizdagi yaxshi kunni, yangi kunni qarshilaganingizdagi rejalashtirasiz ertalabdan. Nima qilsam vaqtim ko'p ketib qolmaydi, nima qilsam vaqtimdan unumli foydalanaman, nima qilsam ko'proq narsaga ulgurib qolaman. Hazratimiz doim shunaqa tartib turishlardilar. Keyin behuda narsalarga umrlarini sarflamaganlar. Gaplarni uzun bo'lib ketishiga yo'l qo'ymasdilar. Gaplari ham qisqa, lo'nda, maqsadga yuzlantirgan bo'lardi. Keyin o'zlarini vaqtlarini qadrlaganlari misolida, ya'ni faqatgina o'zlarini vaqtlarini tejash emas, balki boshqalarni vaqtini ham rioya qilganlar. Ustoz, qanaqa ota bo'lganlar oilada siz uchun shaxsan? Hazratimizni vasflaganda bir ma'ruzada aytib bergandilar. Shu darajada ayol kishiga e'tibor berganlarini o'shanda his qilganmizda. Aytardilarki, ayol kishining tabiati tez o'zgaruvchan bo'ladi. Bir xursand bo'lib turgan bo'lsa, birdaniga xafa holatga o'tishi oson, xafa holatdan xursand holatiga o'tib ketishi oson. Yaxshi tushungan ekanlar. Yaxshi tushunganlar. Shuning uchun ularni ko'p afv qilish kerak, ularni ko'p qattiq tergamaslik kerak, ularni tushunish kerak deb aytardilar. Keyin buni sababini ham chiroyli talqin qilib berganlarda, mana ayol kishining o'zgaruvchanligini, ularga nisbatan ko'ngilni keng qilish, ko'ksni keng qilish, agar xatoga o'xshagan narsalar sodir bo'lsa, bilmaganga o'xshab o'tkazib yuborishlarni o'sha gaplarda aytganlar. Va buni hikmati deganlar yoki buni sababi ayol kishining shunaqa yaralishi, hissiyot bilan yaralishi, chunki u farzandni dunyoga keltiradi va farzandni tarbiya qiladi. Farzandni dunyoga keltirish jarayonida u hissiyotlarni o'zgartirishga, tez o'zgarishga muhtoj. Agar qotib bir xil o'rinda turaversa, bu narsalarning jarayoni qiyin bo'lib ketardi. Misol uchun akamizning gaplari borda, agar erkakcha o'ylaydigan bo'lganda ayol kishi o'zini jonini qiynoqqa qo'yib farzandli bo'lmasdi derdilar. Ya'ni shu farzandni dunyoga keltirib mashaqqatini ko'tarish uchun erkakdagi aql emas, ayolning qalbidagi, hissiyotidagi hissiyot zarur. Mana shuni Hazratimiz ochib berganlar va farzandni tarbiyasi jarayonida ham agar qattiq bo'lib aqlga tayanib turib oladigan bo'lsa, masalan, farzand qilgan xato uchun aql bilan uni muhokama qilish boshlaydi, lekin mehr bo'lsa, uni afv qiladi, erkalaydi, esidan chiqaradi. Shular uchun mana ayollarda bo'lgan, mujassam bo'lgan, hozirgi tilda, ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, gormonal o'zgarishlarni erkak kishi qabul qilib to'g'ri tushunish kerak. Va yana aytardilarki, ayollarga shunaqa bir ajoyib xususiyat beriladiki, ba'zida charchog'idan uxlaganida qulog'ini tagida zambarak otvorsa bilmasligi mumkin. Lekin bolasi desa, o'shanga uyg'onadi. Alloh taolo shunaqa yaratgan derdilarda. Hazratimizdan shunaqa muomalani ko'rganmiz. Lekin shu o'rinda, masalan, qiz sifatida talablari ham bo'lardi. Talablari o'sha to'g'ri yurishimiz, to'g'ri turishimiz, ilmda mustahkam bo'lishimiz, bu narsalarni qattiq talab qilardilar. Ya'ni zaruriy narsada talablari qattiq, undan tashqarida masalan ayollik yo qizlikka oid narsalarda nihoyatda mehribon edilar. Ular o'zlarining mas'uliyatdagi narsalarni ortig'i bilan berishga ulgurganlar. Lekin agar uni biz o'zimizda mujassam qila olmayotgan bo'lsa, u bizning nuqsonimiz bo'ladi. Birinchi o'rinda hozir aytganingizdek, vaqtga katta e'tibor berdik Hazratdagi. Yanada buni to'liq biror kunimiz yo'qki, mana o'tganlardan keyin behuda yo bugun o'zimga dam berdim, bu haqida o'ylamayman, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lib to'liq dam olaman degan kunimiz yo'q. Ko'p narsada shu o'rganib qolganimiz Hazratga ko'rsatamiz, Hazratga gaplashamiz, Hazrat xursand bo'ldilar. Hazrat deb murojaat qilarmidinglar? Hazrat derdik, ha. Dada demasdingiz. Chunki dada deganmiz yoshroq paytimizda, keyin oxirgi
umrlar ba'zilar hozir xafa bo'lishadi. Shu o'rinda gapirib buni ham gapirib olay, foydalanib olay. Hozir hazrat deb murojaat qilib gapiradigan bo'lsak, nimaga o'zingiz dadangizni dada demaysiz? Biz bundan xafa bo'ldik deydiganlar ham bor. Tushunmaydiganlar ham bor. Hazrat deyishimiz ularni uzoqlashtirish, boshqa ma'noda emas. Ya'ni hazratimizning maqomlari shunaqa yuqori bo'lganidan, demak ularni olim sifatidagi, murabbiy sifatidagi, ustoz sifatidagi maqomlardan kelib chiqib, hazratlar birinchi o'rinda bo'lganda, oxirgi paytda akam ham, men ham hazrat deb murojaat qilardik. Hazratimiz sport bilan shug'ullanardilar, hamma biladi. Islom instituti bo'lardi paytda, keyin akademiyaga aylandi. Shuni sport zalidan joy qilib berishganda, u yerda shug'ullanishardi. Ana shu yerga ketgan kunlari odatdagidek kun biz uchun. Keyin birdaniga telefon qilib, amakimni ziyoratlariga borgandik biz. Qaytanga amakim og'irroq kasal edi u paytda. Xayolimiz ko'proq u kishi bilan bog'langan payt edi. Shu turmush o'rtog'im bilan ziyoratlarga borganimizda telefon kelib, hazrat mazalari bo'lmay qopti deyishdi. O'shanda ham xayolimizga boshqa narsa kelmaganda. Vaholanki joni uzilgan bo'lgan. Mazalari bo'lmagan, balki yuraklari bezovta qilgandir. Doktor kelyapti ekan deyishdi. Meni tasavvurimda doktor keladi-yu, dori beradi, muolaja qiladi, yaxshi bo'lib qoladilar. Birovdan eshitmaganman. Ko'zim bilan ko'rib haqiqatni qabul qilishga o'sha yerda majbur bo'lganman. Va Allohimning fazli karami shunaqa o'zimni tutishga harakat qilganmanki, noto'g'ri narsa bo'lib qolmasin. Aynan hazratni vafotlarining ustida qaytarilgan ishlarni qilib qo'ymaydi deb qo'lga olishga harakat qilganman o'zimni. Alloh qancha muvaffaq qilgan o'zi biladi. Odam ichidagini o'zi biladi. Kechgan qiyinchiliklarni o'zi biladi. Til bilan bu narsalarni ifoda qilib bo'lmaydi. Aytganlaridek, hamma uchun, hamma narsa uchun shifo bo'ladigan masala bu vaqt masalasi. Vaqt o'tgan sari sekin-sekin bu narsalar yengillashib bordi. Lekin lo'nda qilib bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'ta og'ir damlar bo'ldi. Endi ustoz, psixologiya va diniy bilimlar orasida qanaqa mutanosiblik bor deb o'ylaysiz? Psixologiya ham bitta fan, soha. Diniy bilimlar ham o'z o'rnida fan, soha. Va ilmlarni bir-biriga bog'liqligi yoki ilmlarni dinga bog'liqligi bor. Buni ikki qismga taqsimlab bo'lmaydi. Ko'pincha dunyoviy ilmlar va diniy ilmlar deb taqsimlashadi. Bu taqsim to'g'ri bo'lmaydi. Balki ilmlarni foydali yoki foydasizga bo'lish to'g'ri bo'ladi. Psixologiya bo'lsin, psixologiya ham aytganimizdek tibbiyot, anatomiya, shunga o'xshagan fanlarni bir qismi. Inson o'rganiladigan mavjudot, yaratilgan va uni har tomondan o'rganiladi. Ilmlarni qarab keladigan bo'lsangiz, ko'pi insoniyatning xizmati uchun. Tibbiyotda uni jasadi o'rganiladigan bo'lsa, tibbiyotdan maqsad qilingan narsa insonni jasadini sog'lom tutish bo'lsa, psixologiya uni ruhiga bog'liq bo'ladi, xulq-atvoriga bog'liq bo'ladi, qalbiy holatlariga, hissiyotlariga bog'liq bo'ladi. Mana shu jihatdan nafaqat psixologiya, boshqa fanlar, boshqa ilmlar hammasini dinga aloqasi bor. Demak, Allohni yaratganlarini biz o'rganyapmiz ekan, buni dinga aloqasi bor. Shuningdek, din o'zi ilm, din o'zi bilim. Hamma narsa dinda ilmga asoslangan. Mana shu yuzasida bu bir-biriga bog'liq. Hamma yo'nalish qatori psixologiyani ham tekshirish kerak. Chunki unda boshqa maqsadlar ham aralashib qolgan. Boshqa yurtlarni boshidan o'tgan holat bizga tanbeh berib aytishadi, ogohlantirib aytishadi.
qayerda shu narsani aytsa ketaveradigan emas, u bizni qadriyatlarimizga tushishi kerak, ters bo'lmasligi kerak, hattoki bir millatni, ularni odatini, ongini buzish maqsadida psixologiyadan foydalanib, uni qo'llanilgan noto'g'ri qilib qo'ygan joylari ham bo'lyapti-da. Shuning uchun so'rayapman-da sizdan. Mana shu psixologiya bilan bizni diniy bilimlarimiz o'rtasida qarama-qarshiliklar bormi degan savolni bermoqchi edim. O'zingiz javob beryapsiz. Buni har narsani, albatta har bir ilmni tekshirish kerak. To'g'ri keladigan bo'lsa, marhabo, qabul qilishimiz. Albatta u ilm sifatida bizga foyda beradi. Chunki hozirgi insonlar ko'pincha o'zini anglashda qiynalishyapti. Va psixologiyaga murojaat qilishyapti. Agar uni o'zini anglashda, kamchiliklarini ustida shug'ullanishga, hop, qadrlaydigan tomondan qadrlab, o'zida yoki o'zidagi xususiyatlarda ishonch hosil qilishga yordam beradigan bo'lsa, shuningdek boshqalar bilan bo'layotgan munosabatlarda yordam beradigan bo'lsa, masalan, ularni to'g'ri tushunish, to'g'ri anglash, ularga ko'mak yoki o'rtadagi munosabatlarni tiklashga, umumiy til topishga yordam beradigan bo'lsa, unda buni mutlaqo inkor qilmaymiz-da, albatta bunda bir vosita sifatida qo'llanamiz, foydalanamiz. Lekin u ongingizni buzib yuboradigan, sizni yana chalkashtiradigan, sizga yot bo'ladigan narsalarni sizga singdiradigan bo'lsa, bundan albatta saqlanish kerak. Demak, har qanday ilmni o'zimizni foydamizga, ya'ni guluch kurmaksiz bo'lmaydi degan Albatta. bilimlarga rioya qilish. Xo'p, ustoz, qarang mana. Endi o'zim holatimdan kelib chiqib aytaman. Endi o'zim holatim deganimda qanaqa murojaatlardan kelib chiqaman. Ya'ni o'zimga berilayotgan murojaatlar asosan ayollarning orasida shu farzand tarbiyasi oxiriga tushib ketganu, lekin birinchi o'rinda qaynona kelin munosabatlari. Ya'ni er-xotinning o'rtasidagi xiyonat mavzulari tepaga ko'tarilib qoldi-da. Juda ham faol bo'lib qoldi. Mana shu qaynona kelin munosabatlarida ustunlik kim tarafda? Tinglasangiz, kelinlarni tinglasangiz, ular haqli. Qaynonalarni tinglasangiz, xuddiki ular haqli-da, lekin mana shu bir o'rtalik hayotda qoqilmasligi uchun, mana shu yangi qurilayotgan oilalar buzilmasligi uchun munosabatlarda nimaga ehtiyot bo'lish kerak, nimani qadrlash kerak yosh oilalar va shu o'rinda qaynonalarga ham bir o'git bo'ladigan mavzu bu. Mana shu maslahatlaringizni bersangiz. Endi Alloh bildirganicha, Alloh biluvchiroq. Bundagi masala o'zi nima jihatda muammo kelib chiqayotgan bo'lsa, avvalo ilmsizlikdan kelib chiqadi u. Ana shu narsani bilimini bilmaslikdan. Endi uni yoniga yana bir narsani qo'shishimiz mumkin hozirgi paytda, tarbiyani kifoya bo'lmaganida. Ilmni o'z o'rni bor va tarbiyani o'z o'rni bor. Mana shu kelinlik, ayniqsa bizdagi o'zbekchilikdagi kelinlik, qaynonalik munosabatlarini aslini o'rganib chiqadigan bo'lsak, nima uchun bu bizni odatlarimizga kirib qolgan, avvalda qanaqa bo'lgan, boshlanish qanaqa bo'lgan? Qancha avvaliga qaraydigan bo'lsangiz, yosh katta onalarimizdan, momolarimizdan so'rardik-da buni. Ezgu niyatda bo'lgan. Ya'ni yoshlarga yaxshilikni maqsad qilingani uchun hayotga ularni tikkalab o'rgatib qo'yish maqsadida joriy bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan buni bilimini yaxshi bilmaslik oqibatida, orasiga boshqa niyatlar aralashib ketish oqibatida hozirgi kunda boshqa shaklda ko'rib turibmiz. Yoshlarimizga ham aynan shu gapni gapirishimiz mumkin. Masalan, turmush qurishdan oldin oilani yaxshi tanishtirmaslik, ilmini kifoya qilib bermaslik, shuningdek ikki tomonga ham o'sha tarbiyani ta'siri bo'ladi. Masalan, avvaldan oilani e'zozlaydigan, ayollar o'ziga xos odob bilan turadigan oilalardan olingan kelin o'z vaqtida yaxshi kelin, vaqti yetganda yaxshi qaynona bo'ladi. Lekin o'sha avvaldan nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, ularga tarbiya bergan odamda ham nuqson bo'ladigan bo'lsa, hosili, mevasi shunaqa kelib chiqadi. Tabiiyki. Bizni momolarimiz aytib berishlaricha, yoshlarning hayotiga bosh bo'lishdan maqsad o'zlarini eplab ketib, hayotda qiynalishmasin. Masalan, birinchi bori farzandli bo'lyapti, farzandga jabr bo'lib qolmasin. Erkak kishi kasb-kor qilyapti, kasb-korida noto'g'ri yo'llarga yo'l qo'ymasin, haloldan topsin degan maqsadda ota-onalar ularni hayotlariga aralashuv qilganlar.